Rasululloh aytib ketgan bashoratlar shunaqa kasalliklar chiqadiki davosi yo'q. Hozir mana ko'ryapmiz. Zamon shunchalik tezlashadiki, insonlarning sabri chidamaydi. Sabr degan narsa qolmaydi. Bundan uzoq emas. Boringki 10 yil, 20 yil oldin mana qo'limizda turgan telefon degan narsa yo'q edi. Hammamizda yo'q edi. Bitta ma'lumot agar Toshkentda viloyatda yashaydi. Toshkentdan agar bu ma'lumot kelish uchun kerak bo'lsa yillab vaqt ketgan bo'ladi. Bitta ma'lumot qanaqa? Bir yangilik chiqsa, bir qonun chiqsa, bitta fatvo chiqsa, bir yillab, 6 oylab vaqt ketgan. Hozir vaholanki agar bitta gap og'zingizdan chiqdi, 1 minutdan keyin masalan dunyoni u yoqdagi odam eshitib turadi. Tezlashib ketdi. Dunyo tezlashdi, zamon tezlashdi. Vaqtimizda ham qadri qolmayapti. Hozir 24 soatlik vaqtimizdan hozir kecha kunduzda 18 soat bo'lib qolibdi deydi. O'sha qadr ketyapti, ya'niki baraka ketyapti. Bu Jabroil alayhissalomdan so'rashgan ekanki, siz mana ke oxirgi payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga tushdingiz. Payg'ambarimiz so'ragan ekanlarki, mendan keyin ham tushasanmi? Yerga desa, tushaman. Nima ishlar qilasan desa, yerga tushaman, faqat ko'p narsani olib ketaman. Nimani olib ketasan desa, boylardan saxovatni olib ketaman. Aka-uka, ota-onadan mehrni olib ketaman. Shunaqa deb 7 ta narsani yerdan ko'tarib olib ketar ekan. O'shalardan e'tibor beraversalaring, mana aka-ukada, ota-onada, bolalarda o'zi mehr qolmaydi. Bir-birovga mehr degan narsa uzoqlashadi.